Qalbda gullagan gul. Muallif Nasima Alimova. 7-qism. Shunday vaziyatlarda adashmaslik lozim. Zero bir kun yordam deya cho'zilgan qo'l aslida bolta bo'lishi ham mumkin. Lekin aksi bo'lsa, bu sening omading. Chunki qayta yiqilmaysan. Yiqilaman deganingda qo'lingdan kishan solib bo'lsa-da, seni o'zi tomoniga tortib, yiqilishingga yo'l qo'yib bermaydigan insonlar yoningda, atrofingda, to'rt tomoningda himoya qalqoni bo'lib turishadi. Sanjar, xayollarim chalkashib ketdi. Shu kunlarda umuman to'g'ri o'ylay olmayapman. Bir tog'dan kelib o'ylasam, yana bir bog'dan kelib o'ylayman. Endi 24 dan o'tayotgan bo'lsam ham bosh og'rig'i meni yeyapti. Ruhan talqonga o'xshayman. Gohida o'ylashga ham erinib qolyapman. Ammo meni hozir dam olib, erinib o'tirishga vaqtim yo'q. Meni vazifam bor. Bir qizni hayotini xavfga qo'ymasdan uni himoyalash. Tong otganidan to kech bo'lguniga qadar uni kuzatish. Yaxshiyamki, Komila men boshida o'ylagan tannoz yoki injiq xonimchalardan emas. Biroz qaysarligi bor-ku-ya, lekin eplasa bo'ladi. Yo'lakdan o'ngga burilib, derazadan yomg'irli ob-havo bo'layotgan ko'chaga qarab xayol surib o'tirgan Komilani ko'rib, biroz yuzimda allaqanday jilmayish paydo bo'ldi. Bugun ob-havo yaxshi bo'lmaganligi sabab bolalar maktabdagi darsini bekor qilinganligi uchun bemalol o'tirgan edik. Bu yerda yana biroz o'tirsak, Akbar bilan yana nimalarnidir ustidan tortishib, sababsiz bellashib qolishimiz mumkinligini o'ylab, tezroq shu yerdan chiqib ketishimizni o'yladim va Komilani oldiga bordim. Ketamizmi? Yo'q demas edim. O'zim sizlarni kutayotgan edim. Akbar qani? Hozir kelib qolsa kerak. Men ungacha hisobni to'lab turaman. Men to'lab bo'ldim. E'tirozlar qabul qilinmaydi. O'zing bilasan. Komila hisobni to'laganligini eshitib, biroz ensam qotdi. Biroz jahlim ham chiqdi. Ikki erkak turganida qiz bola bo'lib hisob to'lash. Buni qanday tushuntirishni ham bilmayman. Xullas, noqulaylik. Komilaga gapirmoqchi edim. E'tirozlarimni qabul qilmasligini eshitib, ortiqcha gap gapirmadim. Chunki qaysarlikda unga teng keladigani yo'q. Bitta gapga 10 ta gap topadi. Akbar ham yuvinish xonasidan qaytganidan so'ng kafedan chiqib ketdik. Doimgidek bu ikki do'st iliq xayrlashdi. Akbar menga qanday ma'noda yaxshi tushunmadim-u, bosh silkib qo'yib, mashinasiga o'tirib ketdi. Men ham Komila mashinaga o'tirishi bilan mashinani o't oldirdim. Komila, Sanjar va Akbar yaxshilikcha xayrlashganini ko'rib, ancha yengil tortdim. Kafedan chiqishimiz bilan yana janjal qilishlari mumkin deb o'ylagan edim. Lekin unday bo'lmadi. Bir tomondan bu ham yaxshi. O'rtasida turib ajratishga xushim yo'q. Ham bugun maktabga bormaganligim sabab ancha bo'sh qoldim. Yarim kun-ku bu ikki yigit bilan tortishish va ularni harakatlarini kuzatishga ketdi. Qolgan yarmi esa zerikish bilan o'tsa kerak deb o'ylab qoldim. Ko'cha aylanay dedim-u, kuz oyining so'nggi kunlari ko'chada tinmay yomg'ir yog'ar va qish kelmasidan turib anchayin kunlar ham sovib ketgan. Aslida bunday ob-havoni yoqtirmayman. Ya'ni faqat yomg'irni va biroz shamol esmay tursa sayr qilishni. Sovuqni umuman xushlamayman. Sovuqni eslashimni o'zigina etimni junjiktiradi. Men istagan ob-havo faqatgina yoz boshida bo'lib turadigan, quyoshli kun bo'lsa-da, yog'adigan yomg'ir. Unda sayr qilish ham qulay.
Gohida ko'nglim tasvirlab bo'lmas narsalarni qilishni istab qoladi. Ammo doim ham istaganimiz bo'lavermaydi. Bolaligimda doim aktrisa bo'lishni orzu qilardim. O'zimni misoli malikadek his qilardim. Oynaga qarab har xil qo'shiqlar aytib, o'zimcha bola bo'lib, bolalikdagi orzularim bir kun kelib ushalishini xohlardim. Bolaligimda dadamni qistovi va ularni istaklari bilan chet tillari maktabiga qatnaganman. O'zimni shaxsiy o'qituvchim ham bor edi. Ingliz va koreys tilini 13 yoshimgacha mukammal o'rganganman. Menga nisbatan e'tibor katta bo'lganligi sabab bu hech ham qiyin bo'lmagan. Agarda o'rganayotgan fanlarimdan bitta dona xato qilsam yoki past baho olsam, dadam menga yo'llangan o'qituvchilar bilan gaplashar edi. Menga esa unchalik ham bosim o'tkazishmas edilar. Ammo dadamni o'qituvchimga nisbatan gapirgan gaplari va buyruqlari sabab o'zimni doim o'qituvchilarim oldida aybdor his qilib qolganman. Chunki meni deb gap eshitishardi. Shu sababdan doim bor e'tiborim o'qishda bo'lgan. Ammo lekin bu harakatlarim va izlanishlarim 14 yoshimda chek qo'yilgan. O'sha vaqtlarda men uchun eng og'riqli palla edi. Endi fransuz tiliga qiziqib o'qishni boshlaganimda hammasi chappasiga aylanib ketgan. Bir necha oy ichida hayotim ostin-ustun bo'lganday bo'ldi. Ha, xuddi shunday kunlar edi. Yozning so'nggi kunlari. Kuz kelganida esa oilamiz bilan Koreyaga ketganmiz. 4 yil davomida o'sha yerda yashadik. 2 yilim davolanish va qayta chaqaloqdek gapirishni o'rganishimga ketdi. Bu orada imo-ishora tilini ham yaxshi o'rganib oldim. Ovozda gapirish esa men uchun juda og'ir bo'lardi, ammo epladim. Koreyadagi hayotimizning 3-yilida men avvalgi holatimga qaytdim. Shunday bo'lsa-da, bolaligim shifoxonada o'tdi. Men sog'ayganimdan so'ng qayta O'zbekistonga qaytmoqchi bo'ldik oilam bilan. Ammo men istamadim. Ortga qaytishga tayyor emasdim. Boshqalarning nazarida bu oddiy holat, nomusi joyida-yu. Shuncha yil nima uchun siqildi yoki ota-onasini erkatoyi bo'lganligi sabab boshiga chiqib olgan deyishlari ham mumkin. Ammo unday emas edi. Meni qachonki meni holatimga tushib ko'rsangiz tushunasiz. Lekin nolishga ham haqqim yo'q. Bular o'tmishda bo'lsa-da, og'riqli kunlarni boshimdan kechirgan bo'lsam-da, men uchun saboq bo'lgan. Ya'ni hozirgi kunimga shukrona aytishimga va nolimasligimga. Koreyada yana 1 yil qoldik. Shu 1 yil ichida ancha-muncha o'zimni qo'lga oldim. Hattoki ba'zi bir do'stlar ham orttirdim. Shuncha yil deganda armiy ham bo'ldim. Bolaligimdagi orzuyim yana aktrisa esa orzuligicha qoldi. Sababi yuzimdagi chandiq edi. Bu ham-ku sabab bo'la olmaydi. Lekin tinch yashamoqchiman. Ortiqcha muammolardan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Koreyada 18 yoshimni qarshi oldim va oradan 2 kun o'tib, jonajon O'zbekiston, ona vatanimga qaytib keldim. Menga ruhimga bosim bo'lmasligi uchun hattoki ota-onam uyimizni ham almashtirishdi. Ularni ham ancha qiynab qo'ydim. O'zbekistonga qaytishimiz bilan biroz muddat ko'nikkunimcha uyda o'tirdim. Keyin sekin-sekin ko'chalarga chiqishni boshladim. Boshida onam bilan, dadam kelishi bilan ishga sho'ng'ib ketdilar. Men esa Koreyada ko'p boshlarini og'ritganligim uchun ortiqcha bezor qilmadim.
Oradan biroz vaqt o'tib, yolg'iz ko'chaga chiqishni ham o'rgandim. Oyimsiz. Akbar ham menga ko'p yordam berdi. Bitta qo'ng'irog'imdayoq eshigimiz tagida "Komosh" deb turar edi. Komila xayollari olamiga sho'ng'ib ketgani sabab bir kichik jilmayish hosil qilsa, yana bir g'amgin yuz qiyofada ko'zlari marjon misoli tovlanishga sabab bo'luvchi yoshlarga to'lar edi. Mashinaning haydovchilik o'rindig'ida o'tirgan Sanjar esa arang mashinani boshqarar edi. Hozir uning oshqozonida anchagina muammo paydo bo'ldi. Achchiq sabab. Qornini burab og'rishiga chidagancha Komilani oldida noqulay ahvolga tushib qolmaslikka harakat qilar edi. Shu choq Komila esiga tushib, mashina oynasidan orqa o'rindiqda qo'liga iyagini tiragancha o'ylanib va biroz xomush tortgan qizni ko'rib, Komilani ahvolidan xavotirlana boshladi. "Ahvoling yaxshimi?" "Nima?" Komila xayollari ichida hali ham sayr qilib yurganligi uchun Sanjar nima deganini anglay olmay qayta so'radi. "Ahvoling yaxshimi deb so'radim." Ha, yaxshiman" deb qo'ya qoldi Komila, ko'zlari biroz oldin to'lgan yoshlarini chiqarmaslikka harakat qilib, mo'ltillagancha. Sanjar svetoforning qizil chirog'i yonganligi sabab mashinani to'xtatdi-yu, orqa o'rindiqda hali ham mo'ltillagancha lablarini chetini tishlab turgan Komilaga sinchkovlik bilan qaradi. Nimaga menga bunaqa qarash qilyapsan?" Komila uni yuziga yaqiniga kelib, yuziga termulib turgan yigitning nigohlariga biroz uyat aralash, noqulay bo'lgancha tili tutilib gapirdi. "Sen yig'ladingmi?" so'radi Sanjar Komilani biroz qizargan ko'zi atrofiga qaragancha. "Jinnimisan? Nima uchun yig'lashim kerak ekan?" Sanjarga yaqin masofada turgan yuzini ortga olgancha dedi Komila. Sanjar yana bir nima demoqchi bo'ldi-yu, qornidan chiqqan yoqimsiz ovoz sabab Komilaga zimdan qarab qo'ydi. Komila bu ovozni eshitgan bo'lsa ham lablarini mahkam qisib, kulib yubormaslikka harakat qilib, boshini u yon bu yon qaratib qo'yardi. "Balki shifoxonaga borarsan, endigina svetoforning qizil chirog'i o'rniga yashil chiroq yonganida to'g'riga qarab harakatlanib ketayotgan mashina ichidagi Komila Sanjarga gapirdi. Bir necha daqiqa oldingi holat sabab ikkisini o'rtasiga tushgan noqulay sukunatni ham Komilani o'zi bir chekkaga surgancha. "Shart emas", qat'iyan rad etdi Sanjar, yana jiddiylik kasbini egallagancha qoshlari chimirilib. "Peshonangni unday tirishtirma." "Sabab?" "Ajin tushadi", dedi-yu Komila o'zi aytgan gapidan o'zi kulib yubordi. Sanjarni yuz qiyofasi esa Komilanikidan ancha farq qilar ravishda ochiq-oydin unga jahl qilayotgan edi. Ammo buni harakatlar bilan emas, yuz tuzilishidan bilsa bo'lardi. "Sanjar, umrimda bunchalik ko'p achchiq yemagan edim. Eng yomoni, Komilani oldida noqulay ahvolga tushib qoldim. Uni oldida yuzimni bez qilib turish ham g'alati bo'ldi. Odatda bundan-da battar sharmandalik holatlarga ham duch kelgandim. Lekin qiz bolani yonida emasda." Komila shifoxonaga borishim kerak ekanligini aytganda ham rad etdim. Ammo yo'lda ketayotganimizda hech bo'lmaganda dori kerakligini o'ylab, dorixonadan bir nechta dori va limonli suv olish uchun mashinani do'kon tomon burdim. "Sen shu yerda o'tirib tur, hozir kelaman." Sanjar mashina kamarini yechish barobarida orqa o'rindiqda endi gapirmoqchi bo'lgan Komilaga dedi. "Qayerga?" qiziqib so'radi Komila. "Do'kondan biron nima kerakmi?"
Men ham sen bilan boraman. Shunchaki nima kerak ekanligini ayt, o'zim olib kelib beraman. Yo'q, men ham borgim kelyapti. Komila o'zi bilganidan qolmay Sanjarni ruxsatisiz mashinadan tushib ketdi. Sanjar chuqur tortgancha majbur Komilani ortidan ergashdi. Shu yerda turib tur, uzoqqa ketma. Men hozir kelaman. Sanjar Komilaga uzoqqa ketmaslikni tayinlab, o'zi do'kon yonidagi dorixonaga kirib ketdi. Komila: yigitlar sabab tuzukroq ovqatlana olmadim ham. Sanjarni qarshiligiga qaramasdan u bilan birga do'konga keldim. Ba'zi bir ko'zimga yaxshi ko'ringan shirinliklardan oldim. Oddiy suv va limonli suv ham oldim. Menimcha, Sanjarga bu yordam beradi, oz bo'lsa ham deb o'yladim. Do'kon ichida aylanib yana biron nima olsammi deb yurganimda kimgadir urilib, qo'limga olgan hamma narsam yerga tushib ketdi. Menga urilib ketgan insonga qarar ekanman, negadir ko'nglim g'ashlanib, yuragim tez ura boshladi. O'zim bilmagan holatda bir qadam orqaga tashladim. Nafas olishim keskin o'zgarib, xayollarimda allaqanday, yo'q, kimnidir yuzi bo'yoq chaplanib qolgan rasmdek gavdalana boshladi. Og'ir yutinib qo'ygancha yana bir qadam ortga tashladim. Biroz oldin qo'limga olgan narsalarim yerga sochilganligi sabab oyog'im shulardan biriga tegib, yerga o'tirib qoldim. Menga turtilib ketgan inson esa g'alati kulishni boshladi. Ammo bu kulgusidan men hech narsani tushuna olmadim. Qulog'im ostida esa allaqanday shovqinlar eshitilar. Bu shovqinlar esa menga og'riq berar edi. Bu ovozni qanday tasvirlashni bilmayman. Misoli bir zanjirning shiqirlash yoki-da qandaydir temirlarning bir-biriga urilganida chiqadigan ovozi. Bu ovozlar sabab o'z-o'zidan ko'zlarim yumilib, o'tirib qolgan joyimda tepaga og'anadim. Ko'zlarim esa yumila-yumilmas bo'lib turardi. Biroz oldingi menga turtilib turgan inson esa boshidagi kepkasini biroz ko'tarib, men tomon egildi. Ammo men uni yuzini yaxshilab ko'ra olmadim. Ko'rganim ko'zlari va yuzi bo'ylab xunuk chandiq borligi edi. Ko'zlarim esa badtomon yumildi. Sanjar dorixonadan chiqib, do'kon ichidan Komilani qidirar ekan, biroz oldin uni qoldirgan joyida kutmaganligi uchun asabi buzilar edi. Ammo u bilmasdiki, Komilani hozir qayerda va kimni yonida ekanligini. Komila yerda hushsiz yotarkan, boshiga kepkani bostirib kiyib olgan erkak u tomon egilib, yuziga tushib qolgan sochlarini ortga oldi. Yuzida esa allaqanday tushunarsiz kulgu. Bu kulgusi ortida nima turganligini bir ko'rishda hech kim tushuna olmaydi. Ammo bu kulgu yaxshilikka emasligi aniq. Komila, Sanjar Komila hushsiz yotgan yo'lakning o'ng tomonida u yoq bu yoqqa alanglagancha uni ismini aytib chaqirar ekan, bu ovozlarni eshitgan erkak tezlikda Komilaning oldidan turib, yo'lakning chap tomoniga qarab yura boshladi. Burilish qismiga kelib, yashiringancha xuddiki narxlarni ko'rayotgan odam singari sekin hushsiz yotgan Komilani kuzatar ekan, uzun yo'lakning o'ng tomonidan chiqqan. Sanjar yerda hushsiz yotgan Komilani ko'rib, qo'lidagi dorilar yerga tushgancha u tomon yugurdi. Komila, ko'zingni och, senga nima bo'ldi? Sanjar hushsiz yotgan qizning boshini tagidan bir qo'lini o'tkazib, ikkinchi qo'li bilan yuziga yengil urgancha unga gapirardi. Lekin Komila hushiga kelavermagach, shartta qo'lida ko'targancha
do'kondan olib chiqib keta boshladi. Ayni shu daqiqalarda do'kon kameralari yozuvlarini tekshirib turgan qorovul ham Komilani hushidan ketganini kameralardan ko'rib, u tomon shoshilib kelayotgan edi. Ustiga ustak kun sovuq va yomg'irli bo'lgani sabab do'konda odam kamchil edi. Do'kon qorovuli hushsiz Komilani qo'lida ko'tarib ketayotgan Sanjarni ko'rib, ikkisini er-xotin deb o'ylagancha Komiladan ortiqcha xavotir olmay qo'ya qoldi. Sababi Sanjar va Komila do'konga birga kirib kelishayotganini ham ko'rgan edi. Yaxshimisan? Sanjar yuzlari ho'l bo'lib sochlari yuzlariga yopishib qolgan Komilani to'g'ri o'tirish olishiga ko'maklashish barobarida so'radi. Menga nima bo'ldi? Dedi. Komila boshini qo'li bilan ushlab, sekin ko'zlarini ochib yumar ekan. Seni topganimda hushsiz eding. Nimadir bo'ldimi deb qo'rqib o'yladim. Sanjar biroz oldin Komilani hushiga keltirish uchun yuziga sepgan suvini endigi navbatda dastro'moli bilan artib qo'yar ekan, Komilani savoliga javob ham berishni unutmadi. Oxirida seni ko'rib qo'rqib ketdim demoqchi bo'ldi-yu, ammo ikkisi ham bir-biriga unchalik yaqin emasligi va bunga haqqi ham yo'qligi sabab o'yladim deb qo'ya qoldi. Ha, o'sha odamchi, u qayerga ketdi? Kim haqida aytyapsan?